Assalomu alaykum azizlar. Bugungi yo'limizda Urganch shahrimizda 9-marshrutning oxirida bir qavatli ishning namunali ajoyib qurilgan, remontdan chiqqan tayyor xonadon bilan tanishib o'tamiz. 200 kvadrat metrlar ekan. Oldinda zilonli zonalar bor, mashina qo'yadigan messalari, oldinda polniy ограждение qilingan, chiroyli zo'r mestada joylashgan. 200 kvadrat metr yana azizlar. 4 xonasini ega bo'lgan azizlar. Hammasini bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Bu namunali joylarni bilasizlar. Hurmatli vatandoshlar, 3 xonali bo'ladi o'zi. Hovlimiz 4 xonali ekan. Ko'rib turganingizdek, oldinda zilonli zonaları, chiroyli o'tib roza gullarni ekib, archalarni ekib qo'ydilarsizlar. Bedenen koziroklar qilingan, aynalar reshotka bo'lgan, koreyskiy ajoyib sifatli ishlardan qo'yilgan. LG konditsionerlar bor ekan, LG konditsionerlar ham qoladi. Hurmatli vatandoshlar, bismillah deb giramiz. Girgandan bedenen koridorchasi, bizlar bu yerda pirxoshkasi bor, yana pirxoshkalar ham qoladi. Oyoq tegidagi gilamlar hammada qoladi. Qolgan majlarni bir yandan ko'rsatib, har xonama-xona aytib o'tamiz o'zida. Bir de ise elektrikli avtomatları koyulgan, aboydan çıkan acayip yarki svetlerden faydalanganlar. Hem yere. İşlerimiz zor, sıfatlı işlerden koyulganlar. Bir de zalı, spalni, deski ketteler için spalni ki bu tarafta aşkhanamız, bu tarafımızda sanuzel ki arka tarafta, bağ tarafında yine bir xana sanuzel alğana ekenlərizlər. 4 xanalı. Bir yandan görəcək baralarımız. 10 tarafımızdan başlayımız bismillah dəfəzlər. Bir yerde bir 3'e 4 razmiyedemiz spalnimiz, ayaktiyle laminatla yayılgan, fonda divarla, jalüzler, ayaktiyle gilem, lüstra kaladı, bir de şikafam kaladı. Bu divarına gitedi kamiyede şüdeler bu kanalımızda. Wi-Fi bay ne iş yaptırdı, internetten muamması yok. Registrler koyulgan, aynalar işotça bolgan, hem akfaramanlı, bir de bilesle gaz, suyu, sudan muamması yok. 9. marşrut ahırında biz özünün poliklinikasına gezdiler. Bakçası, mektebi, marşrut Havlucamızda eldinden ötürdü. Dik eldinden çıkarsınız ezli 4-5 metreden keyin marşrut ötürdü. Bir de zal kısmı burada bir 4'e 4 yarım razmiyerli de bağ. Zalımızdan aboydan çıkıp çırayla bulup durdu. Ayak ile gilen perde lüstra kaladı bir yerde. Kan televizor bu ugaloklara git eden polni. Ezli acayip bir çırayla cay eken. Feyizli caylardan biri. Bu tarafımızda sanuzeli caylaşkan. Sanuzeli ayak tillari kafel dushoy bo'lgan, bedening unitazlar, rakoinalar izlar, kafel qilingan, yo'lla maslini kraska qilib qo'ydilar. Chiroyli qilib, akkuratni ekan joyimiz. Patolog qismi esa plastik bo'lgan. Hamma sharoitlar qilingan. Kelib dur yashidan, izlar. Shuning mistadan, izlar, joy qarab yurgan vatandoshlarimizni zo'r variantlardan birisi. Birimiz 3'e 470'lar bor, 480'lar arkadan chiqqan, aboydan chiqqan, aynan tender registrlar bor, podagonliklar qo'yilgan. Bir de azizlar, gilami ketadi ekan azizlar. Perdasi lüstrasi qoldi. Konverjlari ketadi bu. Ota-onasidan esdalik narsa ekan, shuning uchun olib ketadi ekanlar. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimizda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham o'rtacha kattalikda. Kuxinning yo'l gaz plita vichkalari bor, fartuqlar qilingan, aboylar ajoyib, aboylardan. Patolog qismi esa plastik bo'lgan, jaluzlar osilgan, podagonliklari bor. Bir de xaladaning ustallar mikronobkalari ketadi. Gilami qoladi, kuxinning mebellari qoladi. Arka tarafdagi xonasini, bog'larini ko'rsatib o'tamiz endi sizlar. Arka taraf ham keng tushgan, aynalar reshotka bo'lgan. Bu tarafda kotyolxonasi отдельный ariston shu yerda joylashgan, ko'cha vodoprotam chiqqan ekan. Ishlari alyumin ramlaridan bedening aristonlar qo'yilgan, duv konturli kotyol, sterilizatorlari, bir de suv filtr, nasos qo'yilgan, suv sho'chichlari bu yerda joylashgan. Reduktorlar ham qo'yilgan. Bu yerda gaz sho'chichlari, zilonli zonalari bayana bu yerda bir xona olingan sanuzel ham bor shu yerda. Bu yerda konditsionerlar ham qoladi. Banda mashinangizni qo'ysangiz ham bo'ladi. Yozgi hojatxonasiga ega kanalizatsiyalar bor bu yerda endi ko'rib turgansizlar. Keng joy, bir qavatli 4 xonasini ega. Tarafımızda bir xonasi baynan. Azizlar, oyoq tillarining kafel bo'lgan, fonda patolog qismi esa plastik bo'lgan, bu yerda gaz plita qo'yib ketdilar. Gaz ballondan foydalangan ekanlar bu yerda. Xolasangiz gazni arayandan ulab qo'ysangizlar ham bo'laveradi azizlar. Bu tarafda sanuzeli bor. Ikkinchi sanuzeli hovuzamizda dushoy qilingan, unitazlar qo'yilgan. Bir de aristollari bor, kafel bo'lgan birlar, bir de rakoinasi, kir mashin to'shilar, bu kir mashinaga ketadi. Azizlar. Birini qurganlarning maqsadi azizlar, bu kvartira odam qo'yaman degan maqsadda biznes qilaman deb qurgan ekanlar birini. Bir xona bir 4-6 razmiyada bor bu xonamiz. Bir de televizor xonaliklari, bu peshkalari ketadi azizlar. Konditsioner qoladi, artel. Oyoq tillari pol qilingan ekan. Ajoyib joy.
Cayımıza gap söz buluşum mümkün emas. Hürmetli vatandaşlar, arka tarafından xotoba, eldinden arkasam köçe, eldem köçe. Zor mesada işinin cayını sizin etibarlarınıza havalı kılamız. Hürmetli vatandaşlar ve abunaçılar. 4 kanal ekan. Bir yandan bir kanal var pilusuna. Bu havuzaların birisinden emin 3 kanalı bo'ladi o'zi. Yozgi hojatxonasi bor. 2 sanuzelli 4 xonasına ega bo'lgan hovuzay bilan danışib o'tkazda narxi 620 milyon so'm. Gelişadan yeri var. Dokument tak. Dokumentdan hech qanday muammosi yo'q. 9-marshrutni oxirida esa hovuzayimizning eldinden marshrut o'tib turibdi. 4-5 metr yursangiz marshrutga minib, to'g'ri bozorga ketsangizlar ham bo'ladi. Qiziqqanlar olsa bemalol murojaat qilasizlar. Ekranda sizlar uchun обязательно nomerlarimizni qoldiramiz. Hurmatli vatandaşlar, kanallarımıza abone bo'lib, videolarımıza like basıp turish esdan chiqmasin. Podpishka qilgan holda biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Keyingi roliklarda sog'lom görüşguncha xayrlab qolamiz, hurmatli vatandaşlar.